zilg'amas ummonning bor adog'i, bog'u dala o'rmonning bor adog'i, hatto moviy osmonning bor adog'i. Ammo oliy tafakkurda sarhad yo'q. Bu olamning jumbog'i ko'p, bu olamning so'rog'i ko'p, bu olamda savol cheksiz, bu olamda xayol cheksiz, bu olamning. Hurmatli ustozlar, hurmatli doim xodimlar, hammalaringizni mana kirib kelayotgan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini qabul qilgan kuni munosabati bilan chin yurakdan tabriklayman. Hammalaring xabarlaring bor. Hurmatli vazirimiz O'zbek Ahmadovich Mashq teatriga tashrif buyurib, hammalaringni, hamma mana shu Sirdaryo viloyatida madaniyat sohasida faoliyat yuritayotgan barcha ustozlarni, barcha xodimlarni bayram bilan alohida tabriklab qo'yishni aytdilar. Vazirimiz nomidan ham bayram bilan tabriklayman sizlarni. Bugun mana madaniyat boshqarmasini tashabbusi bilan sohada xizmat ko'rsatayotgan barcha xodimlar o'rtasida har bir tashkilotlar, tuman shahar madaniyat bo'limlari, tizim tashkilotlari, bolalar musiqa va san'at maktablarini iborat jamoa 28 ta jamoa o'rtasida zakovat intellektual bayramni tashkil qilyapmiz. Bu bayram men birinchi o'rinni oldim, sen ikkinchi o'rinni olding, biz qolib ketdik degan masala bo'lmaydi. O'ylaymanki, oxir oqibatda do'stlik, madaniyat fidoyilari g'olib bo'ladi. Mana shu zakovat intellektual o'yinni ochiq deb e'lon qilamiz. Buni viloyatimizda zakovat, adolat, notijorat tashkilotining viloyat bo'limi bor. Mana shu bo'limi boshchiligida zakovat intellektual o'yinini tashkil qilamiz. Hammalaringizga omad tilaymiz. Hamma g'olib bo'lsin deb. Ya'ni birinchi saralash 10 ta savoldan iborat. Hozir 5 ta guruhga bo'linadigan bo'lsa, 5 ta guruhdan birinchi o'rinda olgan jamoalar final bosqichiga yo'l oladi. 4 ta guruh, ya'ni boshida qatnashgan 4 ta guruhdagi eng yaxshi ikkinchi o'rinda olgan jamoa finalga yo'l oladi. 5-guruhda adashmasam 3 ta jamoa bo'lgani uchun undan ikkinchi o'rin nima qatnashmaydi. Savollar mantiqiy bo'ladi albatta. O'ylash uchun 1 daqiqa, javob yozish uchun 10 soniya. Hech qachon ochiq dengizga chiqmaslikka qaror qilganidan so'ng uylanishi kerak. Fikri davomida personaj xotinini unga o'xshatadi. Uning vazni 30 tonnagacha yetishi mumkin. Savol: uni unli harflari bir xil bo'lgan so'zda yozib bering. Vaqt ketdi. Karikaturachi amerikaliklarni telefonlarga qaramligini masxara qilgan. Ikki kishi bir-biridan bir necha metr masofada bo'lsa ham telefonda gaplashmoqda. Ayon bordi barcha azim daryoda, ayon bordi tog'larda yu sahroda, ayon bordi hatto dunyoda. Ammo fayz degan nurda sarhad yo'q. Bu olamning jumbog'i ko'p, bu olamning so'rog'i ko'p, bu olamda savol cheksiz. O'limga aylanishni orzu qilgan 8 yoshli boliviyalik bolakay so'z harakatini tufayli super kuch o'rniga sog'liq bilan bog'liq muammolar orttirib oldi. Sababi bolakay bilmasdan qora bevani tanlagan edi. Savol: bolakay qaysi super qahramonga aylanmoqchi edi? Qaysi bo'ladigan bo'lsa aniq manbadan kelishgan. Ya'ni men o'sha kinoga ko'rgan demayman. Sizga o'sha kino ko'rsatmayapti.
zakovat intellektual o'yinni yakuniy bosqichiga keldik. Bilimlarini sinovdan o'tkazishdi. Endi bu qanchalik bilimimiz qanday ekan, mana 3 ta jamoa finalgacha keldi hamda 3 ta o'rinni qo'lga kiritishdi. Endi biz oldimizga bir maqsad qo'yishimiz kerakki, mana shu sizlarni Konstitutsiya bayrami bilan hamda o'zlaringning bilimlaring bilan olgan o'rinlaring bilan tabriklayman. Bizda bilimimizni sinab ko'rishimiz kerak ekan. Faqat madaniyat hamda san'at sohasida emas. Majburiyatlar, savollar. Bu olamning jumboni ko'p, bu olamning so'roq